Aslida men juda xursandman-da. Men реально даже удалениyaga rozi bo'ldim. Потому что men критический holatda keldim. Qon to'xtatib bo'lmaydigan holatda keldim. После operatsiya to'xtadi qon. U ham muolaja, og'riqli bo'ldi. Lekin стерпимо-da. Hozir masalan xursandman-da и o'ylaymanki, что мне повезло. Мне повезло. O'zimdan o'tgani uchun, nima bo'lgani uchun imkon bo'lsa albatta embolizatsiya qilish kerak. Ko'pinchalik siz aytganingizdek baribir masalan embolizatsiya eshitgandan keyin baribir operatsiya bu. Baribir qo'rquv bo'ladi, что narkoz bo'ladi, qayerdadir kesiladi, og'riq bo'ladi. Operatsiya o'zi qanaqa o'tdi? Og'riqsiz o'tdi-da. Я все ждала, когда у меня тут будут боли. O'sha боль bo'lmadi-da. По факту kapelnitsa o'tdi, to'g'rimi? Sizga rahmat kattakon, natijangiz juda yaxshi, juda zo'r. Xudo xolisa yana 6 oydan keyin kelsangiz, ko'rishsangiz, undan ham zo'r bo'lishini kutamiz.